Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qanamsizlik qilinglar, ekranimiz bo'lsin. Xitoy Uyg'urlarni surgun qilish jinoyatini davomli ijro qilmoqda. İctimai uçur vasitlarida tarqalgan sirlar Xitoyning Sharq Turkiston xalqini surgun qilish, majburiy emgakka selish terror siyosatining izchil davom qilayotganligini oshkorlamoqda. Oldingi kunlarda ijtimai uçur vasitlarida tarqalgan sirlarda ko'rsatilishicha, Sharq Turkistonning ma'lum nahiyasidagi bir kanatda yerlik amaldorlar Xitoyga surgun qilingan Uyg'urlar uchun maxsus marosim o'tkazgan bo'lib, ko'ksiga gul taqilib, qizil shapka kiygan yuzlagan Uyg'urning Xitoyga qarab bir tutash yo'lga chiqish oldida turganligi ko'rsatilgan. Xitoy xalqaro jamiyatning ayblashlariga qarshi bularning majburiy emgak emas, balki xalqni beyitish, turmushini yaxshilash ekanligi va bu xil surgun qilinganlarning o'z roziligi bilan yurtidan ayrilganligidek ko'rinishlarni o'tirg'a chiqarib, jinoyatini yoshirishga uringan. Sirlarda ko'rsatilishicha, surgun qilinganlar yosh va o'rta yoshlik ayollardan tarkib topgan Uyg'urlar bo'lib, ularning hammasi o'xshash chamadon va yuk taqlarni elib mangan. Yana bir sinda bo'lsa, Sharq Turkistonning ma'lum nahiyasida majburiy emgakka selinayotgan Uyg'urlar ko'rsatilgan. Xitoy mazkur Uyg'urlarni qishning sovuqiga qaramay yo'l yoqasidagi eriqlarni chepish va tuzlashga majburlagan. İctimai uçur vasitlarida yo'llangan uchurlarda Xitoyning Uyg'urlarni xohlagancha hasharga soladiganligi, uning ustiga hasharga selish ish turlarining ig'ir ekanligi bildirilgan. Xitoy yillardan buyon Sharq Turkiston xalqiga qaratgan irqiy qirg'inchilik jinoyatining bir qismi sifatida Uyg'urlarni bir tarafdan har xil tuhmatlar bilan jazo lagerlariga qamasa, yana bir tarafdan turma va jazo lageri sirtida qolgan yoshlarni atalmish 5-chi emgak kuchlarini ishga o'rinlashtirish, namratlikdan qutuldirish nomi bilan Xitoy o'lkalari va Sharq Turkistonning boshqa rayonlariga surgun qilib, majburiy emgakka selib kelmoqda. Avstraliya Strategik siyosat instituti ASPI Xitoyning Uyg'urlarni majburiy emgakka selish jinoyati haqida tayyorlagan bir dokumentda oshkorlashicha, Xitoy 2017-yildan 2019-yilgacha bo'lgan 2-3 yil ichida Sharq Turkistondagi jazo lageridan taxminan 80 ming Uyg'urni surgun qilgan. Ular Sharq Turkiston va Xitoy o'lkalaridagi zavodlarda majburiy emgakka selingan. Dokument yana Xitoyning Beydu Do'ridagi aloqador e'lonlar dalil isbot sifatida tilga elingan bo'lib, bu e'lonlarda Uyg'urlar xuddi qullar yoki jinoyatchilarga o'xshash sifatlangan. Navbatda har qaysi davlatlarning Xitoyning jinoyatlariga sukut qilishi va davomli quyuq savdo munosabatini saqlashi sababli Uyg'urlarni majburiy emgakka selish jinoyati davomlashmoqda va majburiy emgak mahsulotlari davomli Osiyo, Yevropa ellariga oqmoqda. Xitoy Amerikaning boj tadbiriga qarshi chiqishga urinmoqda. Xitoy Amerika hukumatining yangi boj qo'yish harakatiga qarshi tadbir o'ylashayotgan bo'lib, buning ichida Amerikaning yezi egilik mahsulotlariga qo'shimcha boj qo'yishmi bor ekan. Fransiya xalqaro radiosining 3-mart xabar qilishicha, Trump o'tgan hafta Xitoydan import qilingan mahsulotlarga yana 10% qo'shimcha boj qo'ydiganligini e'lon qilgan bo'lib, bu tadbir seshanba kundan boshlab ijro qilingan. Buning bilan Amerika Xitoy mahsulotlariga qo'ygan boj 20% ga yetgan. Trump bu qarorning Xitoyning fentanilni Amerikaga kirishini unumli cheklamaganligiga qarata chiqarilganligini bildirgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Amerikaning bu harakatining aldamchilik ekanligi haqida jar solgan bo'lib, Xitoy yer shari vaqt kelsining aloqador xabarida Xitoyning Amerikaning qo'shimcha boj qo'yishiga qarshi munosabatli tadbirlarni o'ylashayotganligi, qarshi tadbirlar bo'lsa bir qator boj va bojsiz choralarni o'z ichiga oladiganligi, Amerikaning yezi egilik mahsulotlarining jazo tizimligiga kirgizilishi mumkinligi ilgari surilgan. Xitoy Savdo ministrligi va Amerikaning Xitoyda turishliq elchixonasi hozirgacha buningga rasmiy inkos qaytarmagan. Xitoy Amerika yezi egilik mahsulotlarining eng chong eksport bozori bo'lib, uzun vaqtdan buyon ikki tarafning savdo ishlaridagi muhim soha bo'lib kelgan. Reuters xabar agentligining xabar qilishicha, mutaxassislar bu haqda to'xtalib, 2018-yildan buyongi Xitoy-Amerika savdo urushida Xitoyning Amerika yezi egilik mahsulotlarini import qilish miqdorining azayganligini, ammo Amerikaning yanada Xitoy yezi egilik mahsulotlari ta'minotining muhim qismi ekanligini, agar Xitoy Amerikaning go'sht, oshliq qatorliq muhim yezi egilik mahsulotlariga qarata bojni oshirsa, bu Xitoy-Amerika savdo munosabatiga va Amerikaning dehqonlariga ta'sir ko'rsatadiganligini bildirdi.
bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, dunyoning eng chong yezi egilik mahsulotlari import qiluvchisi bo'lgan Xitoy 2024-yili Amerikadan 29 milliard dollardan ko'proq yezi egilik mahsuloti import qilgan bo'lib, o'tgan yilga selishtirganda 14% tuvanlagan. 2023-yili bo'lsa 20% tuvanlagan. Reuters agentligining xabar qilishicha, Xitoy tashviqot organi Xalq gazetining bir tarmog'i bo'lgan Yer shari vaqt gazeti ilgari Xitoyning Yevropa ittifoqining Xitoy to'kliq avtomobillarga boj qo'yishiga qarshi planlagan tadbirlarini tunji bo'lib xabar qilgan. Trumpning bu qatimqi qayta boj ko'paytirish tahdidi Xitoyning inkas qaytarishiga bir haftadan oz vaqt bergan bo'lib, bu qaror Xitoy ikki yig'ini o'tkazilish oldidagi bir paytda e'lon qilingan. Tahlilchilarning ko'rsatishicha, Xitoy yanada Trump hukumati bilan suhbatlashib, savdo urushining kuchayishidan saqlanishni umid qiladi ekan. Ammo navbatda savdo dialogi haqida hech qanday alomat bo'lmaganlikdan, yaqin kelgusida ikki tarafning yorishish ehtimolligi tuvan ekan. Amerika hukumati Rossiyaga qaratilgan tor harakatlarini vaqtincha to'xtatdi. Amerika hukumati yillardan beri davomlashtirayotgan Rossiyaga qaratilgan hujum xarakterlik tor harakatlarini vaqtincha to'xtatgan. CNN kanalining 3-mart xabar qilishicha, Amerika hukumati Rossiyaga qaratilgan hujum xarakterlik tor harakatlarini vaqtincha to'xtatgan bo'lib, bu qaror ba'zi amaldorlar tomonidan cho'ng zarba deb sifatlangan. Bildirilishicha, Rossiya kuchlik xakerlarga ega bo'lganligi uchun bu vaqtliq to'xtatish Amerikada Rossiyaning tor hujumlarining ko'payishi haqida andisha paydo qilgan. Bu qadam Trump hukumatining Rossiya-Ukraina urushi davomlashayotgan mezgilda Rossiya bilan bo'lgan munosabatni yaxshilash tirishchanligi bilan mos kelgan. Tor hujumi va mudofaa xarakterlik vazifalarga mas'ul bo'lgan Tor qo'mondonlik shtabi Rossiyadan kelgan Tor tahdidlarini bartaraf qilishda muhim rol o'ynaydigan bo'lib, Amerika bilan Rossiya o'rtasidagi Tor talash-tortishlari davomlashayotgan bir mezgilda ikki taraf muhim aslahalarni o'zaro nishonga elib kelgan. Navbatda mazkur vaqtliq to'xtatish tadbirining qachongacha davomlashadiganligi noma'lum ekan. Taliban Amerika havo armiya bazasida Xitoyning mavjudligini rad qildi. Taliban hukumati Trumpning Amerikaning Afg'onistondagi burunqi havo armiya bazasida Xitoy armiyasining mavjudligi haqidagi bayonlarini rad qildi. Janubiy Xitoy sahar gazetining 3-mart xabar qilishicha, yaqinda Afg'oniston davlat televiziyasining ziyoratini qabul qilgan Afg'oniston hukumati bayonotchisi Zabihullah Mujohid Amerika prezidenti Donald Trumpning Afg'onistondagi Bagram havo armiya bazasida Xitoy armiyasining mavjudligi haqidagi bayonlarga javob bergan. U Trumpning so'zlarini rad qilib, bu so'zlarning hissiyotgan va xato uchurlarga asoslanganligini, Afg'onistonda Xitoy armiyasining yo'qligini va Bagram havo armiya bazasining Taliban kontrolligida ekanligini o'tirg'a qo'ygan. U yana muxbirga Amerika Afg'onistonda qoldirib ketgan harbiy uskunlarning sobiq Afg'oniston hukumatiga tava ekanligini, Taliban bu uskunalarni davlat mudofaasi uchun ishlatishni planlaganligini, Amerika tashlab ketgan aslahalarning urush g'animatlari deb qaraldiganligini bildirgan. Zabihullah Mujohid so'zida yana Talibanning Amerikaning 20 yillik harbiy ishg'oliyat mezgilida qilgan buzg'unchiliklari uchun to'lam to'lashini umid qilganligini tilga olgan. Amerika 2001-yili 11-sentabr voqeasidan keyin Afg'onistonga bostirib kirgan. Amerikaning chekinishi 2021-yili 8-oyda oyoqlashgan bo'lib, orqadan Taliban bilan tinchlik kelishimi tuzilgan. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmada ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.